Man Ahadova Nilufar, farmatsevtika sohasida 25 yillik tajribaga egaman. Shohfarm dorixonalar tarmog'ini C1 filialida 21 yildan beri farmatsevt bo'lib ishlayman. Ishlash jarayonida dorixona loyihasini 3D formatida bizga taqdim etishdi. Loyiha bizga ma'qul kelgandan keyin Zenfarm kompaniyasi qisqa muddat ichida dorixonamizni yangilab bizga topshirishdi. Dorixona 65 kvadrat metr maydonga ega. Dorixonamiz bo'limlarga bo'lingan. Bu bo'limlar retseptsiz sotiladigan dori vositalari, ona va bola mahsulotlari bo'limi, bat va vitaminlar bo'limi, dermokosmetika bo'limi, medtexnika bo'limi va retseptlar asosida sotiladigan dori vositalari. Bu dori vositalari maxsus dori javoniga joylashtirilgan. 10 mingta dori vositasini sig'dira oladigan javon ko'pgina qulayliklarga ega. Dorilar aniq tartibda farm guruhga ajratilgan holda joylashtirilgan. Bu esa xizmatni uzluksiz va aniq bajarilishiga yordam beradi. Hatto farmatsevtlar almashganda ham ish sifatiga ta'sir qilmayapti. Bu qulayliklar mijozlarimizga tez va sifatli xizmat ko'rsatishimizda yordam beryapti. Dorixonamiz nafaqat zamonaviy, balki mijozlarimiz uchun chinakam qulay muhitga aylangan. Mijozlarimiz bundan juda ham mamnun. Mijozlarimiz o'zlarining ehtiyojlari uchun kerak bo'lgan barcha mahsulotlarni dorixonamizning ochiq tokchalaridan bemalol xarid qilishlari mumkin. Dorixona ochmoqchi bo'lsangiz yoki yangilash niyatida bo'lsangiz, sizda yangi g'oya bo'lishi shart emas. Bunda sizga Zenfarm kompaniyasi professional yordam beradi. Zenfarm kompaniyasiga qulaylik, tezkorlik, sifatli mebel mahsulotlari va dizayn uchun Shohfarm jamoasi o'z minnatdorchiligini bildiradi.